Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, qadrdonlar, barchalarga yana bir xayrli kun. Bugungi nima deydi, kun mavzusi to'g'risida mavzulardan biri akkumulyator. Bunda xabarida bor, O'zbekistonda kamida bir 11 xil modelli akkumulyatorlar yetib keldi, lekin birinchilardan bo'lib kirgan modellardan biri Chilver. Kachisi bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham, ishlab berish bo'yicha ham, yo'lga qoldirmaslik bo'yicha ham birinchi o'rinda turibdi. Bu modelda xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. 20 amperlik, 58 amperlik, siz 32 amperligimiz ham ikki xil varianti. 34 amperlik O'zbekiston ishlab chiqarishi hamda 32 amperlik Chilver modeli. Eng Xitoy ishlab chiqarishi, buni qayerda xitoycha uncha tushunmayman. Eng full passada A+ dan keng darajada turadigan yapon ekan. Agar hadeb aytganimiz kerak. Bu endi skuterlarga, samokatlar uchun, hamda elektromashinachilar uchun juda yoqadigan kachesasi udar. Mana o'zini polovchi sertifikatlari mavjud. Bemalol olib, o'qib, tushunmagan taqdiringizda skaner qilib, zavod tarixigacha bilsangiz bo'ladi. Nechinchi yil paydo bo'lgan, nechta sotgan, uruv bo'yicha qaysidir turibdi, uni endi o'zi aytib bersa bo'ladi. Xullas, qaysi batareyadan kerak bo'lsa, bemalol telefonlashib murojaat qilaverasizlar, narxlar shikari bomba qilib beramiz. Yana sizga azizlarga qulay bo'lishi uchun batareyangiz bor bo'lsa, uni sotib olamiz. Mana ishdan chiqqan bo'lsa ham kiloga qilib sotib olamiz. Ustalarga kimgadir misol tonnalar yig'ilib qolgan bo'lsa, ular ham bemalol telefonlashib murojaat qilsa, chiroyli narxlarda qilib sotib olamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, 2000 so'm qilib baholangan kilosi. Agar kilo jihati 200 kilodan ko'payadigan bo'lsa 2,5 mingdan qilib olamiz. 1 tonnadan ko'payadigan bo'lsa 3 mingdan qilib olamiz kilosi. Biz O'zbekiston bo'yicha boy joydan telefon qilavering, kilosi aniq bo'ladigan bo'lsa, borib joyda kilosini o'lchab sanab beriladi. Batareyaga kerak bo'lsa, bemalol Voltexga murojaat qilishingiz mumkin. Barchaga omad, kunda yaxshi kayfiyat barchaga hamroh bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting. Siz azizlar uchun yangiliklar qilishda davom etamiz. Salomat bo'ling.